Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun 2018-yil 10 ayning 6-kunida men Amsterdam Dam maydonidagi namoyishimga davomlashtirib o'taman. Hammamizning xabari bo'lgandek, Solih Xudoya qarindishimizniki Amerika nimisida to'plagan imzoliq nimisiga men Amsterdamda bugun maxsus mushlarni fotokopiya qilib keldim. Mana sizlarga taqdim etaman imzo to'plash uchun. Hamma asosli bu yerga dunyoning har qaysi odamlar keladi, shular qisqacha tushuntirib, mushniki 3 kunlik vaqt qolib qoldi. Bo'zmushdan bir skan qilib imzo atgan bo'lsang, biz Sharq Turkiston jazolarga taqash uchun umumiylik bir imzo to'plash faoliyat o'tkazdik deb avval qisqa tushuntirdim. Ko'plab taqdimotimiz bu narsalarnikini men aytmen mishan o'xshash namoyish qilaman. Yer bir qarindishimiz bor bugun. Hoshimjon, bu Hoshimjonmi keldi. Shu Hoshimjon ikkimiz buni taqdim etamiz. Bo'lsa qarindoshlar, Gollanning arkadaşlar qarindoshlar kelsanglar, mishar birga turib qo'l-qo'l taqib texnik jiq odamlarni Solih Xudoyaniki imzo to'plash nimisini sonni bir 100 mingga chiqarsak, hammamiz bakat to'qcha qo'lim qo'shishlarimizga, tunish bilishlarimizga, mishlarga adam to'plashga yalik borish orqali mushning imzo to'plash partiyasiga keng bilan safarbarlik qilsak, eng oxir 3 kun qolibdi. Bu 3 kunda texnik ko'p qarindoshlarimizni texnik ko'p sayohatchilarni, texnik ko'p chet elliklarni imzo to'plash uchun birlikda harakat qilgan bo'lsak. Rahmat.